Şunun için bütün halkımızdan, bütün ümmetimizden ümit kıldığımız ne dese kat'i ümitsiz bulmaylı. Kat'i iradesiz bulmaylı. Belki dünyada bizden yaşayan, biz his kılıvatkan bu zulüm, bu çaresizlik, bu zulümni qandaq to'xtataman deb bu g'am qayg'ularning hammasini mush yo'lda biz mustahkam tursak, mayli biz g'alba qilib mush dunyoda o'zimizning ko'zi bilan natijaga erishayli. Vatanimizni alayli, xalqimizni zulmdan qutqizayli. Hatto qutqizolmay mush dunyodan ketib qoldi mush kurash yo'lida. Mush kurash yo'lida dunyodan ketib qolgan taqdirdimi, cho'qim biz Allah subhanahu va taolaning katta mukofotiga erishimiz. Kıyamet günü cennet bilen mükafatlarımız karındaşlar. Şunun için ben bütün halkımızdan muş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinden örnek elip yüzünü katli aciz his kılmaslığı, yüzünü biçare his kılmaslığı, yüzünü çaresiz his kılmaslığı, belki yüzünün geldiğine düşken mesuliyetini, koldan kelgen tirişçallıkını kılışta müstehkem meydanda durup dünyanın nerede bulaylı? Çokum meydanımızda çok müstehkem turaylı, küreş yurda iradımız teknik güçlük olsun. İnşallah dünyada bunun neticesini görürüz. Dünyada görenmegen takdirde ecrimiz tuşap ülep gitip kalsak çok kıyamet günü bunun neticesini çokum görürüz. Manmış kıyamet gibi olan iman, Allah'ın mükafatı gibi olan iman, cennet gibi olan tuygu muhabbet bizni bu küreş meydanında müstehkem turuşka, iradımızın çıngışıga, düşman gibi olan nefretimizden tekmi zor, yüksek buluşu şu birden bir heydekçi bulunduğun türütke, birden bir heydekçi Allah subhanahu ve taala hem meylenini iradelik kıysun, küreş meydanımızda müstehkem kıysun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karındaşlar, bugün ulug' cuma günde hemimiz bir yerge çıktık. Allah subhanahu ve taala müşerge çıkan ve müşerge çıkışqa hasti qo'shavatgan meyli iqtisodiy tarafdan, meyli kishilarni tashviq qilish tarafdan bo'lsin, xalqaro dunyoning har qaysi joylarida mushundaq maydonlarga chiqishqa, bu da'voga qatnashishqa kuchavatgan bütün qarindoshlarimizga Allah subhanahu va taolo katta mukofot ajr ato qilsin. Dunyo hayotininki ne kadar arzimas hayot ekanligi, bu dunyoda yo'g'onchilik qilayotganlarninki çokum pushmon qildigan kuni mush dunyoda çokum keldiganligi, agar bu dunyoda kelmay ulab qolsa, agar qiyomat kuni çokum ularga keldiganligi. Şu Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la tagurrannakumul hayatud dunya" dedi. Sizlarni dunyodagi hayot aldab qo'ymasin, go'ldab qo'ymasin. Dunyodagi rohat farog'at sizlarni go'ldab oxiratni unutmasin. Unutishga sababchi bo'lmasin degan. Bu hadisden müşaddisinin ki davzaq ahli muşundaq nimetlerini unutup qarıdı deganlikdan biz nimini paydalaymiz desa, bizning düşmanlarimiz har qancha yo'g'onchilik qilsimi, har qancha zulm qilsimi, bularning cho'qim xarvuldiganligi, bularning cho'qim Allohning la'natiga uchraydiganligi, dunyoda inshaalloh mu'minlarning qo'li bilan qiyomat kuni Allah subhanahu va taolaninki azobiga, la'natiga uchrash bilan. Andım bunun aksida hamda ikkinchi adam qanday adam, ikkinchi turdagi qanday adam desa, bu dunyoda xuddi bizga o'xshagan mushundaq g'am qayg'u ishida, musibat ishida, mazlumlik ishida yashab qolgan, o'zi erkinlikka erishish, insondek yashash uchun tirishchanlik qilayotgan, lekin o'zining holini, qiyomatni, mukofotni, Allah'ınki savabını kütmegende özünün halinki ne kadar xatarlik bulduğanlığını, ne kadar tüven hayatta biçarlıqda yaşaydıganlığını oylab qalgan. Lekin Allah'tan ümit qilib, Allah'a bo'lgan imanı, qiyomatga bo'lgan imanı, düşmanga bo'lgan nafrati, vatan xalqqa bo'lgan muhabbati, o'zining qarindoshlariga bo'lgan muhabbati kurash qilishqa, mushundaq maydonlarda turishqa sababchi bo'lgan. Agar bu iman, bu irada bo'lmasa, shundaq bechora his qildigan o'zini, cho'qim biz meningcha hammamiz nurg'un vaqtda choresizlikni his qildik. Shundaq zulmni angladik, shundaq zulmlarni ko'rdik, qarindoshlarimizning duch kelayotgan musibatlarini, xafalıqlarını ko'rdik, anglayotimiz. O'zimiz
nurg'un ishni qilayotganimiz bor. Shu zulmdan xalqimizni shundoq qutqazg'imiz bor. Lekin nurg'un vaqtda qo'limizdan kelmadi. Chorasiz bo'lib qoldik. Bu vaqtda meningcha hammamizning qalbi g'amga to'shdi. Hammamizning qalbi laxtlandi. Hammamiz bearam bo'ldik. Demak, mushundaq bearamlikda, mushundaq bechoralik his qilgan bu mu'min jannat ahlidan bo'lsa, jannat ahlidan bo'lgan bo'lsa, bu banda qiyomat kuni jannatning ne'matiga cho'mdiriladi dedi. Ya'ni jannatning ne'matiga xuddi hasalga inson qo'lini chilaplam og'ziga tiqsa tatli his qiladi-ku. Xuddi shuningdek jannatning ne'matiga cho'mdiriladi. Cho'mdirilib u bandadan Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Ey bandam, sen dunyoda zulm his qildingmi? Bechoralik his qildingmi? Xo'rlik his qildingmi? Chorasizlik his qildingmi?" deb so'raydi. So'rgan vaqtda bu banda bu ne'matning naqadar kattaligidan, ulug'ligidan, "Ey Parvardigorim, men dunyoda hech qanday musibat, hech qanday xafalık, hech qanday g'am qayg'u, hech qanday bechoralikni his qilmagandim. Unda bechoralikni ko'rib boqmagandim" deb javob berdi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, bizning mush kurash maydonlarida mustahkam turishimiz, irodalik bo'lishimiz, iymon yo'lida, islom yo'lida, vatanimiz, xalqimizning yo'lida tirishchanlik qilishimiz, bu yo'lda duch kelgan har qanday xafalikqa, har qanday musibatga duch kelgan bo'lsak, bu musibatlarni qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloning oldida jannatga bir qatim cho'mdirilish bilan hammani unutadiganligimiz, hech qanday musibatni ko'rmagandek, hech qanday xafalikni yashamagandek, mushundaq rohat farog'atda yashaydiganligimiz bu hadisdan chiqib turibdi qarindoshlar. Shuning uchun bütün xalqimizdan, bütün ummatimizdan umid qildiganimiz nima desa, qat'iy umidsiz bo'lmayli. Qat'iy irodasiz bo'lmayli. Balki dunyoda bizning yashagan, biz his qilayotgan bu zulm, bu chorasizlik, bu zulmni qandoq to'xtataman deb bu g'am qayg'ularning hammasini mush yo'lda biz mustahkam tursak, mayli biz g'alba qilib mush dunyoda o'zimizning ko'zi bilan natijaga erishayli. Vatanimizni alayli, xalqimizni zulmdan qutqizayli. Hatta qutqizolmay mush dunyodan ketib qoldi mush kurash yo'lida. Mush kurash yo'lida dunyodan ketib qolgan taqdirdimi, cho'qim biz Alloh subhanahu va taoloning katta mukofotiga erishimiz. Qiyomat kuni jannat bilan mukofotlanamiz qarindoshlar. Shuning uchun men bütün xalqimizdan mush payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisidan o'rnak olib, o'zini qat'iy ojiz his qilmasligi, o'zini bechora his qilmasligi, o'zini chorasiz his qilmasligi, balki o'zining gardiniga tushgan mas'uliyatni, qo'ldan kelgan tirishchanlikni qilishda mustahkam maydonda turib, dunyoning nerede bulayli, cho'qim maydonimizda cho mustahkam turayli, kurash yo'lida irodamiz texnik kuchli bo'lsin. İnşallah dunyoda buning natijasini ko'ramiz. Dunyoda ko'ranmagan taqdirda ajrimiz to'shab ulab ketib qolsaqcho, qiyomat kuni buning natijasini cho'qim ko'ramiz. Mana mush qiyomatga bo'lgan iymon, Allohning mukofotiga bo'lgan iymon, jannatga bo'lgan tuyg'u muhabbat bizni bu kurash maydonida mustahkam turishga, irodamizning chinishiga, düşmanga bo'lgan nafratimizning texmi zo'r, yuksak bo'lishi uchun birdan-bir haydakchi bo'ladigan turtga birdan-bir haydakchi Alloh subhanahu va taolo hammalarni irodalik qilsin, kurash maydonimizda mustahkam qilsin. Dunyodagi va shundaqla oxiratdagi mukofotni tang kutadigan mu'minlardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk. Allah razı olsun.